Keyin qaranglar, opalar, mana boyiga qarilg'ashniki bor-ku, mana ko'rdingizmi? 3988 ham bir yurishi sotilish narxi bozorda. Mana ko'ring, bunda nechta chiqadi desangiz, mana yuz yuvadigani, keyin quyoshdan to'sadigani. Mana bu esa yuz yuvish suyuqligi. Bu esa quyoshdan to'sish. Undan keyin bu esa suyi, boya sizlarga aytganman, men o'zim ishlatgan degan suv mana shu. Undan keyin bu ruyi degani o'sha suvdan keyin ishlatiladigan. Keyin bu esa ajin yo'qitadigan, ajin tushishni oldini oladigan, terini ko'taradigan, terini chiniqtiradigan. Boya sizlarga tushuntirdim-ku, mana shu. O'sha narsasi shu. Keyin bu esa ko'z atrofiga ishlatiladigan, ya'ni ko'zning atrofidagi ajinlarni, peshonadagi ajinni yo'qitadigan. Bu 5 ta narsa nima desangiz, bu jinhoyu deyiladi bizada, bu javhar deyiladi. Bu javhar o'zi buni bir haftada bir marta ishlasangiz bo'ladi, ya'ni yarimdan kamroq ishlatasiz, yarimdan kamroq. Mana shu og'zini ochasiz, keyin mana uga kiydirasiz, undan keyin yuzingizga ozgina berib, mana bir haftada bir marta ishlatsangiz bo'ladi. Boshida ishlatganda bir haftada bir marta, keyin ishlatganingizda 2 haftada bir marta ishlatsangiz ham bo'ladi. Keyin o'zingiz yuzini ahvoliga qarab ishlatsangiz bo'ladi. Bu javhar nima qiladi deganda, terini o'lgan hujayralarni asliga keltiradi, yoshartiradi. Undan keyin mana shu teriniki elastikligini oshiradi. Undan keyin terini oqartirish unumi ham bor. Teringiz nursizlangan, ya'ni xunuklashgan, poqirmaydigan, ya'ni yaltirab turmaydigan opalar bor-ku, o'shanday opalar, ya'ni teri sariq bo'lib ketgan opalar ishlatsa bo'ladi. Mana shu bir yurishlar aniq juda ham arzon narxda ekan. Bundan ham olib sotib foydalanardim degan opalar bemalol aloqaga bog'laning. Mana u oqartirish, aniqsi mana quyoshdan to'sishni ishlatish kerak hamma. Chunki bu quyoshdan to'sish nimaga desa, yuzimizga hech qanaqa narsa ishlatmagan taqdirda ham ertalab yuzimizni oddiy suv bilan yuvamiz, keyin mana suvni ishlatamiz. Mana shu suvni ishlatgandan keyin mana shu quyoshdan to'sishni surib chiqishimiz kerak. Bunday bo'lganda yuzimizga ajin, dog', sapkin, yana boshqa narsalarning tushishini oldini oladi. Hammaga kerak bo'ladigani mana shu quyoshdan to'sish. Chuqumki quyoshdan to'sishimiz kerak yuzini. Ya'ni faqat yoz paytlarida emas, qishda ham ishlatish kerak. Men ham qishda ham har doim quyoshdan to'sishni ishlataman. Menga bir yilda bunaqasidan qanchasi ketadi, o'zim ham bilmayman. Aniqsa men qo'limga surmaganim uchun mana qo'llarimga qarasangiz, mana shunday xunukkina ko'rinadi. Qari opalar yana mo'maylarni qo'liga o'xshab ko'rinadi, lekin yuzimga qarasangiz shunday chiroyli yaltirab turgan. Chunki yuzimga har doim mana shuni suraman. Hech narsa surmasam ham birinchi yuzimni yuvib mana shuni suraman, undan keyin buni surib chiqaman eshikdan. Buni hech qachon surishni unutmaganman. O'zimga 5-6 yil bo'ldi mana shuni hamroh qilganman. Shuning uchun aniqsi yosh turay desangiz, opalar, yuzingizni terasi buzilib ketmasin, yosh ko'rinay desangiz, mana shuni aniq ishlatishingiz kerak.